Kelgusida ommalashgan jinoyatlarning aksariyat qismi bu sun'iy intellekt, IT texnologiyalar, kompyuterlar orqali sodir qilinadi. Bu bo'ladigan narsa. Endi savol tug'iladi, biz aslida bu sun'iy intellektga biz mukkasidan ketishimiz kerakmi yoki yo'qmi? IT texnologiyalar kelajakni belgilaydimi yoki muammolari sababchisi bo'ladimi? Mana shunaqa savollarimiz bor. Shuning uchun ko'proq biz farzandlarimizni ilm-fanni internet, IT texnologiyalar orqali emas, amalda kitoblar orqali va amaliyot orqali olishlariga undashimiz kerak. Mehnat qilish kerak. Sun'iy intellekt bu vaqtincha va odamlarning umrini qisqartiradigan narsa. Mani fikrim, meni bilmadim, endi kelajak ko'rsatadi.